Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni o'rnatish jarayonlari o'rnatib bo'ldik. Eshiklarda bu yerlarda 2 yil burun tashqarilarda pon aykalarini qilib berganmiz. Mana tashqarilarda bu videoda bor. Bu eshigimiz shatlanka qilib berganmiz mana. Derazalarimiz panoramni bo'lgan. O'ta chiroyli bo'lgan. Endi Xudo xolasa mana akamiz 2 yil burun tashqarilarda qildiruvdi. Rossiyaga borib kelib, xudosi ichkarini qilib berasiz dedi. Mana 2 yildan keyin yana telefon qilib chaqirib, ichkari eshik romlarini xudosi qilib berdi mana. Bu o'zimizning manzil Netpromga olib kelib o'rnatdik. Ishlarimiz juda zo'r, juda chiroyli. Buni puliga keladigan bo'lsa, puli 1.300.000 so'mdan. Qulub kalit, zamoq hamma yog'i ichida vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Ishlarimiz xudosi mustahkam garantiya beramiz. Zamonlarimiz o'ta chiroyli. Zamonlar zo'r. Rezinkalari bor, krasni, klassik bular eshiklar zo'r. Kraskalari turetskiy 5 sulli 6 sulli kraska bo'ladi. Kraskalariga ishlarga javob beramiz. Xudosi bemalol. Bu chiraydigan zo'r ishlar xudosi. Xizmati hamma yoqda. Shogird bolalar mana o'rnatyapti. Agar shogird beraman desanglar ham xudosi mana kanikul boshlanadi. Maktab shogird bersanglar ustalarni bolalarni chiroyli qilib, xudo xolasa zo'r qilib usta qilib beramiz. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska like bosib qo'yamiz. Videomiz keyinroq tarqalishi uchun xudosi qo'limizdan kelgancha xudo xolasa mana el xizmat etamiz. Hoji, gapirib bey, elga nima deysan? Shagird shovursin bolalar o'rgatasanmi? Mana shu bolalar mana o'rgatadi, o'z usta bo'lib xudo xolasa. Bemalol shagird beraverasizlar, o'rgatib beraveramiz.